Ne, günüm bityapti. Havolarimiz bitti. Ha? Usta. İstiqilga kechadan beri o'tirib suhbat quruq joy ham qolmadi o'zingizda. Uyga egasi haydab yubormasin ha. Men ichib qo'yasam, Kun o'tib ketyapti, tezroq tugatib qo'yay. ich. Toshib qo'yadi, o'zi chaqabdi o'zi. Uyga egasiga toshyapsiz ham yo'q. Kurak qani? Yo'q, kurak bog'da qolib ketibdi yo'q usta. To'ldirib yuboryapman achaga. Ha, usta tagiga ham solaverim. Baqvatsan u. Ha, iye, kattaman. Uyda tosh ko'tarib, baqvatib ketganda senga. Bo'ldi. Or. Yey. Senga ham shagird olamiz ekan, shagird. Nimaga? Baqir davomini olib ketib yuboradi-da, senga Olamizda. Kim oladi buni? Kirg'iz. Bunaqada ish bo'lmaydi. Ketdik. Bitta ko'tarish kerak, endi o'tirolmasdim. Shagird! Usta, shagird! Qaydasan, o'tiraverasan, chalqloq kiryapti. endi o'tirdim, qolib ketibman-da. Ishing o'tirish ekanda. Endi bekor yurmaylik. Ha. 1 yil o'tdi qurilishga kelganimizga. Uyga egasi haydab yubormasdi. O'zi bir xona. Bir xonani ham o'zi 15 kun bo'ldi. Nima, butchak ko'taraga g'ishab kelgin. Bo'ldi. Ha. Loyda keyin tayyorlayveramiz, bo'pti. Birinchi, birga bo'ladi. Yana usta. Butchakka bo'lmaydi-yu hamg'ish. Ha? Pishirish kerak buni, pishg'arish kerak. Ha, pishirish kerak-a? Ha. Valloh, hozir. Nima? Usta, mana. Nima bu? Duxovka? Nima qilamiz duxovkani? Pishiramiz g'ishti. Bunga endi pastansiya ham olib kelgan, 3 baza kerak bunga. Pasta nimaga? 3 bazaga ishlaydi endi g'isht pishirish kerak bo'lsa. Pasta qanday bo'lgan? Bor topki. Yo'q. Bo'pti-da.